Hammaga assalomu alaykum qadrli obunachilar, sizlar bilan men Feymin va bugun biz hamma kutgan 100 kun survivalning ikkinchi qismini chiqaramiz va biz o'tgan qismda 8 kun yashagan edik va bu 8 kun ichida biz mana shuncha narsa yig'ib ham oldik, uy qurdik, mana bunaqa fermalar qurdik, mana orqamda turibdi. Va bu qismda men juda ham ko'p narsa qilmoqchiman. Chunki o'tgan qism zerikarli bo'lib qolgan. Va shuning uchun let's go bolalar. Xo'sh, birinchi bo'lib uyimga kirib olaman, chunki anchadan beri bu mirni o'ynaganim ham yo'q edi. Va hamma narsa bor. Yaxshi, xo'sh, endi biz nimadan boshlaymiz? Uy menga unchalik ham yoqmayapti, o'zimni uyim. Shuning uchun yangi uy quramiz. Ya'ni mana bu yerga biroz qo'shamiz. Menda suv bor-ku. Bu yerga qura olmaymiz-ku deyishingiz ham mumkin, lekin o'tgan qismda biz mana shuncha loy olgandik, 2,5 stak va o'sha 2,5 stakni biz mana shu joyga qilib qo'yamiz. Xo'shdak bolalar, bo'lmasam ishni boshladik. Xo'sh do'stlar, biz mana shuncha joyni tekislab chiqdik va endi menda resurslar yo'q ekan, shuning uchun o'rmonga borib yana resurs to'plab kelamiz. Qani, let's go. Mana biz mana shuncha 1 stak 25 ta taxta yig'ib keldik va mana shu taxtadan mana bu yerni to'ldiramiz. 2 qavatli qilib men qurmoqchi edim, lekin bunga ko'p vaqt ketadi va 2 qavatlini biz keyinroq qursak ham bo'laveradi. Qarang, mana shu joyga ozgina narsam bor va 2 ta xonali qilsam juda ham ko'p ketadi menimcha. Shuning uchun 2 xonali qilaveraman boshlanishiga. Demak, bo'lmasam ishni boshladik. Nima qilamiz? Kutib. Endi mana bu joyini boshlasak ham bo'laveradi. Xo'sh, mana bu yerni ham qurib bitkazib bo'ldik. Endi faqatgina oynalarini qo'yish qoldi xolos. Bizda 7 ta oyna bor ekan va bu bizga yetmaydi. Xo'sh, qani ko'ramiz yetmasligini yoki yetmishligini. Yetmas ekan. Xo'sh, mayli. Keyingi safar olib kelamiz. Ungacha biz uxlaymiz hozir. Uxlab ham bo'lmas ekan, ungacha men qum olib turaman. Bo'lmasam. Qum uchun biz bu yerga borishimiz kerak. Xo'sh, biz sohildan 31 ta qum olib keldik va bularni biz eritamiz. Mana bu yerlarga qo'yib eritishimiz kerak. Men bu yerni mana bunaqa sandiqlarni qo'yishga ombor qilmoqchi edim. What? Xo'sh, endi hammasi joyida bo'ldi. Xo'sh, endi bo'ldi. Mana shunisi asabni buzatdi. Mayli, endi hammasi bo'ldi. Mana bu yer omborxona desak ham bo'laveradi. Bu yer o'zimizni yashash joyimiz albatta. Xo'sh, tovuqlarimizga ham qarab qo'yamiz. Urug'lardan bersak, ular asta ko'payishadi. Mana bu yerda 2 ta tuxum yotibdi. Bitta tushira olmadim. Mayli. Mana bu yerda shakar qamishlarimiz o'sib ketdi-yu. Bularni albatta olamiz. Xo'sh, 12 ta shakar qamish bo'ldi. Bulardan esa qancha 12 ta tayyorlasa bo'lar ekan. Xo'sh,
bundan 4 ta kitob yasasa bo'ladi. Buni biz ko'paytiramiz. Yo'q, to'xtang, agar biz mana bunday qilib bu yerga ekib qo'ysak 2 baravar beradi bu firma bizga. IQ'ni qaranglar, cheksiz bo'lyapti endi. Bu paytda mollarni ham ko'paytirib qo'ydim. Albatta buni mana bu yerga qo'yib qo'yamiz. Agarda buni bilmaydiganlarga aytib qo'yaman, buni qo'ysak reshotka qo'yishimiz shart emas. Mana bunday o'zimiz chiqa olamiz. Hayvonlar esa umuman chiqa olishmaydi. Xullas, mayda-chuyda narsalarni qilib ichim qisib ketdi va tezroq nezerga borib tashlashimiz, yutib tashlashimiz kerak. 10 kun bo'lyapti. 10 kun ichida ba'zi odamlar hattoki 1 kun ichida yutib tashlashadi Minecraftni. Tasavvur qiling, 1 kun ichida Minecraftni yutish. Biz 10 kunga cho'zyapmiz bu sayohatni. Shuning uchun tezroq biz lava ko'l topishimiz kerak. Bizga ko'proq temir kerak va shunday ishlar. Mana bu yerdan lapis tushdi. Yo-mayo. Bu lapis bizga sehrlashda kerak bo'ladi. Mana buni ham olib olamiz. Mana biz konga ham tushib oldik. Va konda har doimgidek maxluqlar. Men bu konni kichik desam katta bo'lyapti. U yerda ametist shar bor ekan. Bu qanday omad? Ametist sharni chiqishi necha foiz o'zi? Kommentlarga o'z fikrlaringizni yozib qoldiringlar. Va men mining qilishimni yarmiga ham yetmasdan pastlikdan, balandlikdan yiqilib oldim. Va men spam bo'lganimda kech tushgan ekan va astagina uxlab yubordim. Qo'shda kondan 40 bitta temir topman. Bu biz uchun judayam plus do'stlar. Xo'shda menda bitta zo'r g'oya keldi. Va bularni albatta men pishirishga qo'yib qo'ydim. Xo'sh, menda mana bunaqa 3 ta o'g'it bor. Bu o'g'itlardan biz albatta shakar qamishlarimizni mana bunday qilib o'stirib olamiz. Xo'shdak bolalar, endi bizda o'g'itdan naq 9 ta bor. Va bu 9 ta o'g'itni mana bu shakar qamish nega o'smayapti? Mana bunday qilsa o'sar ekan. Demak, mana shunday qilib chiqamiz. Do'stlar, mana bu yerni tomini yopish esdan chiqdi. Hoziroq yopib qo'yamiz. Bitta uxlab olaylik. Yo'q, hali ham uxlashga qo'ymayapti bu Minecraft. Davay, bo'lmasam uxlaymiz. Ana uxladik ham. Xo'sh bolalar, oradan 200 million yildan ortiq vaqt o'tdi. Va men mana shuncha narsani qilishga erishdim. Sizlarga ko'rsatmasdan, lekin bu juda ham cho'zilib ketardi. Shuning uchun sizlarga ko'rsatmasdan qilishga majbur bo'ldim. Va hozir kiyimlarimizni yaltillatamiz. Va mana hamma narsalarimizni yaltillatib oldik, lekin bizda daraja umuman qolmadi. Xo'sh, endi mana bu yerga hozir chiqib xo'sh do'stlar, bugungi video mana shulardan iborat edi.
hech narsa qilmadik ham deyish mumkin. Lekin biz qildik. Mana shuncha darajaga erishdik. Va 3-qismda biz juda ham ko'p narsa qilamiz. Juda ham ko'p narsa qilamiz deb aytyapman. Lekin buni qilmayapman. Shuning uchun uni 3-qismga qoldirishga qaror qildim. Bo'lmasam cho'zilib ketardi. Hammangizga xayr, sizlar bilan Faymenjon bo'ldi.